Buni mendan kattalar ham aytgan-ku. Masalan, Matthew McConaughey aytgan gaplarni o'qib beraman. Agar bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, chinakamiga qiling. So'z bergan bo'lsangiz, bajaring. Bajara olmasangiz, boshida bajaraman deb aytmang. O'zingizga haddan tashqari majburiyat tiqmang. Qaror qabul qilganingizdan keyin esa shunchaki oyog'ingizni tiqib ko'rib chiqmang. Ko'ramiz, urinib ko'raman degan holatda yurmang. Sinab ko'rish haqida oldindan o'ylang. Lekin boshlagandan keyin butunlay sho'ng'ing. Oxirigacha boring. Yakunini ko'ring. Narigi tomonga chiqing. Bir ishni chala-chulpa qilsangiz, nimaga erishganingizni ham bilmaysiz. Yutdingizmi, yutqazdingizmi, xohlaganingizni oldingizmi, yo'qmi, noma'lum. Lekin oxirigacha borganda oynaga qarab shunday deysiz. Men hammasini berdim. Oxirigacha bordim. Endi bildim. Bu menga to'g'ri keladi yoki yo'q. Sodda qilib aytganda, yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin va'da bering. Va albatta va'dangiz ustidan chiqing. Ingliz tilini o'rganaman deysizmi? Bosh